Birodarlar, farzandlarda haqqida duoda bo'laylik. Sen odam bo'lmaysan sen. Qarang, palonchini bolasin. Ha, sen nimaga bu bo'lmaydi? Chunki bu seni bolang o'shuning uchun odam bo'lmaydi. Palonchini bolasi o'shuning uchun odam bo'ldi. Chunki otasi ishonib haqqiga duo qilgan. Ha, yo'lagan bolasini, tramplin bo'lib turib bergan yelkasini qo'y, bosib chiqqan bolam tevaga deb. Ha, sen odam bo'lmaysan. Bu o'ta muhim narsa, birodarlar, mo'minning niyati va duosi. Masalan, siz ilmingiz yo'q. Diniy bilimlardan xabaringiz yo'q. Ammo duo qilsangiz, farzandimga shu ilmni bergin deb. Qo'lingizdan kelgan sharoit yaratib berib, yo'lasangiz, ilm yo'liga yo'llab qo'ysangiz, doim duo qilib tursangiz, farzandingiz olimlardan bo'lib yetishsa, qilgan har bitta savobli amalidan sizga ulush bor. Bolangiz yetgan cho'qqi sizni yetgan cho'qqingiz bo'ladi. Siz yetolmadingiz shu cho'qqiga, yo'ling bolangiz chiqsin. Bolangiz yetgan bo'lsa, demak siz yetgan bo'lasiz. Shuning uchun birodarlar, o'ldi, o'chdi bo'lishni xohlamasak, bolalarimizni tarbiyalaylik. Otalar bor, bolasi bilan ishi yo'q. Yigitlar, akalar, ukalar, farzand tarbiya qilishdan ko'ra muhimroq ish yo'q hayotimizda. Musulmon sifatida. Qonni Alloh boqadi. Qorni Alloh boqadi uni. Siz o'lib ketsangiz ham rizqini yeydi u. Siz o'lib ketsangiz ham Alloh yozgan kuni uyli joyli bo'ladi. Sizni bitta muhim ishingiz bola tarbiyasi edi. Shuni zo'r qilib qoylatyapsizmi? Otalar bor tashab qo'ygan o'zini holiga bolalar. Biror bir musibatga kirib, boshi bir muammoga kirib qolgan paytda orqasidan odamlar istab kelishni boshlaganda nima qilib yuruding o'zi, qadi yuruding deydi. Telefon olibdi falon pulni, qaysi pulga olding so'ramaydi. Ha, bo'pti olgan bo'lsang, bo'pti o'lib ketsin. Ha, o'g'illadimi, qarzga oldimi, kim bilan muloqot qilyapti, qadi yuribdi kechki paytda, ishi yo'q. Yana otalar bor. Yana shu otalar ham bor, o'zini umrini farzandlarini tarbiyasi yo'liga tikib qo'ygan. Dunyodagi bitta muhim ishi mana shu deb turib, birinchi o'ringa farzandlarini tikib qo'ygan tarbiyasi. Pulni sarflaydi, tinmasdan kuzatib turadi. Yana palonchini bolasi bo'ladi-ku. Sizni bolangiz hamchi xuddi o'sha palonchini bolasi taqa. Aqli hushi joyida, faqat nima yo'q? Zayd ibn Amr duo qilyapti, Parvardigor, bu payg'ambarga men yetolmas ekanman, lekin bolamni mahrum qilmagin bu yaxshilikdan. Duo qilaylik ko'proq va sababini qilaylik orqasida.